Xullas, bundan oldingi qo'yilgan videoda aytib o'tganimdek, mana suv bilan aralashtirib kraskani sepdik, atverditel hammasini qo'shib sepdik. Endi nima uchun suvlik kraska sepildi? Mana уже qurib boshladi, ko'rayotgan bo'lsalaring, mana matovoy bo'lib kelyapti. Sababi bu mashina sveji kraska sepilgan, mana shu joyida отверстияsi bo'lgan, bu bogatый komplektatsiyasida qandaydir jihoz, qo'shimcha jihoz turgan, и bizaniki prostoy bo'lgani uchun, pozitsiya bo'lgani uchun bu yerga hech narsa qo'yilmaydi. Orqasidan tunika qo'yib, svarka qilib, o'sha отверстияni yamab yubordik и kraska перекрас qildik. O'sha sepish jarayonida kraska svejligi evasiga unaqa bo'lib ketdi. Reaksiya berib ketadi. Bilasizlar-ku, ham kraska qo'parilib, gullab ketadi. Endi shivada hamma har xil aytadi. Mana taglarni ko'rayotgan bo'lsalaring, polni matovoy bo'lib qurib kelyapti уже. И mana shu suvlik kraskani sepsalaring o'sha narsa bo'lmaydi. Hozir buni bir sloy sepdim, уже shunday qaradim, birdan ko'tarib boshladi. To'xtatdim, shkurka qilib tekislab, mana shu suvlik kraskadan sepdim. Ko'rib turganingizda hech qayerda ko'tarilmagan. Endi buni hozir yaxshilab quritib, ustidan mana ikkinchi pistoletda o'zini kraskasi turibdi, o'shani sepib o'ramiz. Ustidan lak bo'ldi, tamom. Hammasi a'lo darajada bo'ladi. To'g'ri, hozir yozishlaring mumkin kommentariyaga, grunt izolyatorlar bor, spetsialniy nimalar bor, lekin danni moment hozirgi vaqtda menda yo'q. Mashina topshirishimiz kerak. Boshqa vyhod yo'q. Mana qo'shnilardan borib o'sha suvlik kraskani olib keldim. Video foydali, manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Ana shunaqa foydali videolar ko'p qo'yib turamiz. Bundan oldingi videoni ko'rsalaring, o'sha kraskani tayyorlashni qo'ydim. Hozir bundan keyingi videoga pistoletni prям ekran tagida yuvaman. Ko'rasizlar. Bu videoni usta tanishlarga qo'yinglar. Bamperlarda ana shunaqa gullab ketadi, reaksiya berib, o'sha narsaga juda foydali, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, qalin qilib sepdim, hech qayerga ko'targani yo'q. Juda zo'r holatda chiqdi. Endi samое главное buni bitta quritib olib, ustidan keyin o'zinikini sepamiz. Tanish ustalarga jo'natib qo'yinglar. Life hack bu ham bir.